saytga kirib olamiz. Xo'p, saytimiz Wix-Surfing sayti bo'ladi. Sayt manzili har doimgidek videorolik kommentariyasida bo'ladi do'stlar. Saytdan qanday qilib ro'yxatga o'tishni men oldingi videolarimizda ko'rsatganman. Instagramda pul ishlash va boshqa chiqarib qo'yganman. Qaranglar, saytga men kirib olaman. Balansimizda 1752 rubl pulimiz bor. Bu saytda do'stlar Instagram, VKontakte, TikTok, mana TikTok. Men TikTokimni o'chirib yuborganman, lekin ulaganman. So'ng Like, Telegram orqali pul ishlaysizlar. Xo'p, qaranglar, ko'pchilik so'ragan Instagramni qanday ulaymiz deyilgan savolga javob. Mana profil yozuvimizdan bo'lsa, mana bu yerdan добавить Instagram qilasizlar. Instagramga sizlarga hozir mana ekranda chiqarib qo'yaman belgilab. Nima chiqadi? Yozuv chiqadi, copy. Mana hozir montaj paytida ko'rsatib qo'yaman. O'sha yozuvni do'stlar ustidan bosib turib copy qilasizlarda Instagramni bio degan joy bor. U qisqacha ma'lumot, kim nimalar yozib tashladi-ku. O'shanaqa joyga o'sha yozuvni qo'yib, Instagram silkalaringizni olib, mana shu saytga qo'yib, avtorizatsiya knopka chiqadi. O'sha yozuvni ustidan bir marta bossangizlar do'stlar, sizlar Instagram profillaringizni qo'shib olasizlar. Juda ham oson. Bu yoqda endi Telegramni qo'shishingiz ham mumkin. Men Telegram qo'shilgan, mana bunday o'chiraman-da. Hozir u akkauntim o'chirilgan. O'shaning uchun tartibda buni o'chiraman-da, Telegramni qaytadan qo'shaman do'stlar. Xo'p, hozir buni ham o'chiramiz. Bilmayman nimaga o'chmaydi bu. Xo'sh, bitta yangilaymiz saytni. Xo'p. Hozir bu yoqda Instagramni birinchi основной qilib olamiz. Instagram основной bo'ldi. Bu yoqda Telegramni удалить. Xo'p, bosamiz. Bo'lmayapti. Men Telegram qo'shib bo'lganman-da. Xo'p, hozir to'xtanglar. Bo'lmasam bu yoq sayt orqali ulab ko'ramiz. Ko'pchilik shu Telegram tushuntiring degan uchun hozir Telegram mana ko'k silka turgan, ustidan bir marta bosinglar. Xo'p, cho'tta ulab bo'lmayapti. Men ulaganda Telegram do'stlar botga olib o'tadi. Bot orqali ulaysizlar. Do'stlar, boshqa qiyin emas. Hozir iloji boricha ko'ramiz. Sizlar bilan birgalikda, lekin Telegramga unchalik vazifa chiqmaydi do'stlar. Xo'sh. O'chmayapti. Xullas Telegramga unchalik chiqmaydi, lekin oson. Eski videolarni ko'rsangizlar, tushuntirib qo'yganman. Like bor, Instagram bor. Qaranglar, Instagramni bajarish uchun смотри video просмотрni ko'rish kerak ekan. Qaranglar, bosamiz, o'tamiz Instagramga. Откройте. Xo'sh, qaranglar, o'zimizning profilimiz bo'ldi. Xo'sh. Bitta strelkani bosamiz, mana bo'ldi, bizani pulimizni qo'shdi. Ana bu yerda подписка na Instagram qo'ygan. Откройте, подписка bosamiz. Bo'ldi. Saytga kiramiz qaytadan. Bosamiz. Bo'ldi mana. Pullaringizni xuddi mana shunday qilib do'stlar olib borasizlar. Juda ham oson. Hech qiyin joyi yo'q. Mana bu yerda mana основной yozman nima qilib ko'rsatay yana bir marta tushunmaganlar uchun. Xo'sh, откройте. Bosdik, bu yoqdan qaytamiz va pulni olamiz mana. Vasha oson do'stlar. Bu yoqda keyin VKontakte bor. VKontakte ishlash uchun bilasizlar, ana uni yo'q ishlashingiz kerak VPN ni. Hozir shuni ham yo'q ko'rsatay. VPN bo'lishi kerak. VPN bo'lmasa, sizlar VKontaktdan vazifani bajarib bilmaysizlar. Chunki deganda bilasizlar, VKontakte O'zbekistonda bloklangan. Xo'sh, VPN. Mana bitta VPN bordi, Rossiyaga ulangan. Xo'sh, mana. Ana shu VPN. Xo'p, VPN yoqamiz. Chiqmadi-ku? Ha, chiqdi. Bo'ldi, VPN yo'qdik, bu yoqqa o'tamiz. Подписка VKontakte. Bosamiz, bizani VKontakte olib o'tadi. Ana shu VPN yo'qmaslar, ekran oqarib turadi do'stlar.
Iloji maniki Rossiyada emasmi nimada? Rossiya, Fransiyada ekan. Rossiyaga qo'yamiz ana buni. Yoki boshqacha o'zingizga qulay bo'lsa ham bo'ladi. Ana oshdi. Ko'rdingizlarmi? Mana shunday bitta podpiska bosasizlar, tars qilib saytga qaytasizlar, olasizlar pulni keyin. Ana. Qalay do'stlar? Shu hammasi tushuntirilgan oson. Hech qiyin narsa yo'q. Vazifalarni qaranglar ko'pligini. Instagram har soatda yangilanib turadi o'zi mana. Ko'rib turgan bo'lsangiz, vash ko'p vazifalar, normalniy pul ishlasangizlar bo'ladi. Xo'p, do'stlar, qaranglar, balansimizda 1753 rubl pulimiz bor. Yechamiz buni. Xo'p, bu yoqda Vivot, mana shuncha men pul yechganman. Invest bosamiz va bu yerda nimalarga pulni chiqarsa bo'ladi. Sberbankka ham pul chiqarsa bo'ladi. 8% lekin nimasi? USDT qilib chiqarsangizlar ham bo'ladi. Mana 1%. Menimcha sizlarga qaysi qulay bo'lsa, o'shani qilinglar. Menga qulayroq Payer. Xo'p, Payer bosamiz. Xo'p, подтвердить. Bu yoqqa Payer koshalokni yozishimiz kerak ekan. Undan ko'ra 6% ekan. Undan ko'ra Sberbank qulayroq. 2,5 ming ekanda buni minimalkasi. Xo'p. Hozir bitta yangilaylik. Bitta Payerga kirib счет raqamimizni olamiz. Xo'p, hozir Payer koshalok qani edi? Mana ekan. Siz zo'r sayt do'stlar, bundan normal foydalanib olsangizlar bo'ladi. Xo'sh. Bu yoqqa kiramiz. Qaranglar. Payer nimamizni oldik. Endi 1750 rublni yechamiz. Bu yoqqa Payerni tanlab, mana bu yerga koshalokni yozamiz. Xo'p, bu yerda komissiya 105, общий 1647 rubl bo'lib tushadi. Подтвердить bosamiz. Bo'ldi mana. Bizning pulimiz chiqarilishga qo'yildi do'stlar. Pulimiz har hafta shanba kuni pulimiz kelib tushadi mana. Ana bu yerda yozgan. Pulimiz kelib tushsa, Telegram orqali chekini tashab qo'yamiz do'stlar. Minimalka pul yechish 100 rubl saytdan. Sayt 100% to'laydi. Mana shuncha marta pul yechganmiz ana. 1000 rubl, 947 rubl, 197 rubl. Vash ko'p. Xullas, saytimiz yoqqan bo'lsa do'stlar, like bosishni unutmanglar. Kommentariyada aktiv bo'lsangizlar, tezroq video chiqadi. Bo'lmasam barchalaringizga omad. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar do'stlar. Hamma